Munisaxon sizni chaqqon deb o'ylasam, dangasalik bo'yicha Nargizaxon oldingizda ip yesholmay qoldilar-ku. Uyat, qizlar uyat. Qog'oz qalam olib yozib oling, meni qanday mazali qilib yeyishni o'rgataman. Xo'p, meni artib oldingiz. Endi bo'laklarga bo'ling va saryog', murch, tuz sepib yesangiz, ta'mimni bir umr unutolmay yurasiz. Endi ikkinchi usul. Bir qoshiq qaymoqqa tuz, murchni solib, meni botirib yeng. Qarabsizki, bolalar ham tinmay meni so'raydigan bo'lishadi. Uchinchi usul, ustimga pomidor va bir tomchi zaytun yog'i quying, shunda yoqimli hidim ham yo'qolib, og'zingizda erib ketaman. To'rtinchi usul, meni yaxshilab maydalang, nonga ozgina saryog' surtib, ustiga meni qo'yib buterbrod qiling. Qarabsizki, mendanda mazalisi bu olamda bo'lmaydi. Ha, aytgancha, yana har safar tuz seping deb eslatish shart emas-tur, ha? Hech bo'lmasa shunga farosatingizni ishlating, Munisaxon. Sizni bilaman, men bo'lmasam och yuraverardingiz, ha? Bundan keyin bilmas edim degan bahona yo'q. Endi navbat sizniki, Munisaxon. Obunani bosib qo'ying.